Mano. Hay. Men chiqay desam, oyog'im og'riydi, siz tushay desiz, yana qiynalasiz. Olib kel. Pardon. Pasport tushsin. Bunday olib kel. Bu yerdan tusholmaydi. Mana shu tepada turavering. Sakrat? Sekin, qor ekan, sekin. Qani? Nima olishing nima qiladi? Sakratmasdan. Ana yo'l og'dan olib kelmadi bu. Sekin, men chuqurda 1 metr bor, 1 metr. Ya Allah. Assalomu Va alaykum assalom. Bormilar Hazrat Abdullah aka, salomatmisiz? Hasan ushlab tur. Bir narsalar bor, qo'limda berib olay. Sog'laringiz yaxshimi? Xudoga shukr. O'zingiz ham bormisiz? Bismillahirrohmanirrohim. Hazratlik tabarrukda. Albatta tabarruk. Salomat bo'ling. Juda yuragim ezilib, sog'inib yurdim sizni. Men juda xursand, oldinroq bilmabman, meni sizga aytishib qo'ymabdi. Men 15 kun bo'ldi siz bizga kelishingizni eshitganimga. Voy o'rgilayna, bay ofarin. Mana shu kelishingizni eshitib, Dema tambur navlati qo'l tashlaganda tavridin, balki kelmish bu tarona san'ati jabboriddin. Ilohiy san'atlar taratib, hammani o'ziga qaratib, jodu baxtiyor yuring qori. Eshitib bo'lmasam. Eshitay. To'y devon, xizmat devon siz keldingiz davon oshib. Ha? Shahrixon degan diyordan g'ayrat u jo'shib toshib. Ahli xizmat, ahli to'ylarga kelay deb siz shoshib, xush kelibsiz ey birodar qori Abdul Ahad. Voy. Aziz do'st oliy janob, fazilati behisob, xushbe'lu hozir javob. Bu Orol Mirzadur noyob. Salomat bo'lsinlar. Ahli san'atni azizim doimo izzat qilim. Dini islomga yurakdan siz aziz xizmat qiling. Amin. Shavkatu Haydar Furqatni o'zingiz hurmat qiling. Voyda Shahrixondan xush kelibsiz qori Abdul Ahad. Usma-us kuchurlar, tillodan bog'lab kamar, hurmatlari shul qadar Orol Mirzadur kamyob. Salomat bo'lsinlar. Yashang. Siz bu ko'p oyat va hadislardagi mazmun, mantiq, ma'nolarni bu ifodalab Navoiyni, Fuzuliyni, baytlarni kuyga solib yetkizuvchi ulug' siymo bo'laram. Bildilaringmi? Bu Navoiylar, Fuzuliylar, Bobo Rahim Mashrablar, Xaziniy eshonlar, bular ulug' odamlar bo'lgan, avliyolar bo'lgan. Biz to'g'ri gapirgandan mana musiqa bilan gapirsa yana ham yoqimli bo'lib, yana ham ta'sirli bo'ladi-da janoblarini. Rahmat. Mana bu qorakam tabarruk qilishtirganlari. Qolganlarim ibrat oldilar qorakadan. Rahmat. Dunyo, shunaqa qilinglar-da. Yo domlaga bermasalar, yo Hasanatkaga borib, kimsizlar sizlar o'zi? Qolib ketasizlar shuncha narsani. Ya'ni bu ham tabassum bilan yashaylar. Tabassum qil degan payg'ambarimiz. Kulib yuringlar. Kulib turgan odamni kelib itam tishlamaydi. Kulib yuringlar. Aytdimi? Kulib o'tiringlar. Qorakam shunaqa tabassum qilganlar uchun men o'zim itman tishlamayapman, ko'rib turibsan. Shundaqmi du Mavlono? Shundoq. Salomat bo'lsin. Biz tashqaridamiz, chetdasiz. Iloho Parvardigori dinimiz yo'lida qilayotgan xizmatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh taolo bosib kelgan qadamlaringizga ulug' xayrot, hasanat. Amin. Shu xonadon ahli sizni bizni qilgan xizmatimizdan amin. Avvalo o'zlari, amin. qolaversa Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Alloh. Orol Mirza borgan joylar, yo'llari gul, cho'ntaklari to'lib pul bo'ladigan bolada bu. Ilmiy ommabop bolada bu. To'g'ri. Men noto'g'ri gapiraman. Qalbi salim, xulqi azim yigitda bu. Doimo to'ylarda ko'rishaylik. Alloh salomat. Ismingiz kim? Baxtiyor. Baxtiyor yonida yuradigan hamisha. Baxtiyorjon xalqiga xizmat qilib baxtiyor, barchani teng barobar hurmat qilib baxtiyor. Buni oti kim? Sherlarni zotidan o'rgilayin, otidan. Alloh. Sher topganingni Orol Mirzaga ber. Bo'lsa mendan olib tursin. Xo'p. Salom. Ismingiz kim? Rustam.